Assalomu alaykum. Hozirda biz kartoshka ekin maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Xorazm viloyati Xiva tumani Juriyam Mufiyida 1208, 1232, 1235, 1236, 1277, 1284, 1305, 66, 48 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydonning umumiy hajmi 19,65 gektarni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish va gullash holatida. Yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 88 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 0,2 gektarni tashkil qiladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Chanashik Allabergan Masharif Abdulloh MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4 tonnagacha hosil olish, jami 353 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekinni yig'ishtirib olish jarayonidan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.